meni huquqim bor. Xohlasam yozma, xohlasam og'zaki. Men ko'rsatma beruvchiman. Men anavi emasman, to'g'rimi? Ya'ni ko'p tortishmalikda, jamoatchilikda noto'g'ri fikr keltirmalikda biz bilan boring. Men qog'oz bering, shu yerda yozib beraman. Nimaga borishim kerak? Qayerda ko'rgansiz? Ko'chada tushuntirish xati olingan aka. Men o'tga borishga men xohishim yo'q. Men administratorım bo'ladi. Administrator bo'lasiz siz kimda? Baxtiyorjon. Biz bilan birga, mana Baxtiyorjon bo'lsa, agar advokatingiz bo'lsa, Advokat shart emas, men o'zim yetaman. Bo'lmasa yuring aka, sizga xizmat xonasiga. Hop, xizmat xonasiga olib borishingiz uchun asos bering, boraman. Ketdik. Asos sizga sizdan tushgan shikoyat arizasi deyapman. Bo'ldi. Shikoyat arizasi deyapsiz, lekin men sizga o'sha narsani aytayapman. Aka, shikoyat o'ta asossiz, shaxsiy aniqlanib. Aka, uni o'zingiz ham mendan yaxshi bilasiz. Bu yerda aka, gunoh qiladida, bir-birimizga haligi noto'g'ri talqin qilmadida, sizga aytganman, e'tirozim yoki shikoyatdan. Holatingizga nisbatan boshqa qarshiligingiz yo'q. U muammo yo'q. Faqat siz bilan shu fuqaroni murojaat yuzasidan biz bilan birga ishlar boshida so'raymiz. Qonun hozir ishlar xodimi qonun talabini bo'ysunmayapti. 194 ga tortmaydi, meni huquqimchi. Qaysi huquqingiz poymol qilyapman? Sizni mani ikkinchi guruh nogironligim bor. Men og'zaki berishga haqqim bor va og'zaki berish uchun aynan обязательно xonaga borish kerak degan qonun ko'rsating, boraman. Xo'p, yo'q, men bormayman. Og'zaki intervyu berib, og'zaki ko'rsatma beraman, oling. O'zaki ko'rsatmangizni olmaymiz. Nimaga olmaysiz? Yo'q, sizni xohishingizga qaraymanmi? Meni xohishimchi. Sizni xohishingiz bo'yicha. Bo'l, og'zaki. Oling. Xizmat xonasida deyman. Aynan ko'rsatmani xizmat xonasida borib olish kerak degan qonun bering. Ko'chada olinmaydi. Yo'q, oling, mayli, u siznikiz. Bir-birimizga nisbatan hurmat bor. Yo'q, hurmat. Men hozir ishimga xalaqit beryapman. Ishingizga xalaqit. Keling, yuring, mana bitta videoga oling-da, og'zaki ko'rsatmani oling, keting. Bundan birga idorga borishni so'rayman. Sizga nisbatan hozir holat ko'rib chiqiladi. Xo'p, muammo yo'q. Men ko'rsatma berishim kerakmi? Hozir men aybdor shaxs emasmanmi? To'xtang. Aybdorsiz demayapman. Holat yuzida ko'rsatma. Bo'ldi, ko'rsatmami? Men og'zaki berishimga qarshi emasmisiz? Qarshi emasman. Bo'ldi, oling ko'rsatma. Xizmat xonasiga borib ko'rsatma berish kerak degan asos bering. Bo'ldi, yo'q, muammo yo'q. Xo'p, hurmatli akalar, hurmatli opalar, shu bo'yicha ana biz ko'rsatgan videomiz bor edi. Ya'ni o'sha xolani biz shaxsan aniqlamasdan ko'rsatganmiz. Uni anonim bo'lgan bu murojaat ham. Shu murojaat yuzasidan hozir ichki ishlar xodimlari bizga chaqiruv qog'ozi chaqirishgan. Chaqiruv qog'ozi chislosi eski bo'lgan. Uni ya'ni 27 bilan 31-ga chaqiruv qog'ozi kelyapti, bizga birinchida kelyapti. O'sha holat yuzasidan men ko'rsatma berishdan, og'zaki ko'rsatma berishim kerak ekan, meni huquqim mana cheklanyapti, ko'rishingiz mumkin.